Ko'pchilikni ko'nglidan joy olgan vlog video. Sup kutini yuvmasdan oldin turib olib, yuvinishga kirib ketdim. Sababi bugun maktabda imtixonim edi. Xullas, GRVM imtihonga. Sochim o'zi shunaqa ketsam ham bo'laverardi, prosta direktor shunga ham jor edi. Itni juniga o'xshagan sochingni tartibga keltirsang bo'lmaydimi deydi. Xullas, sochimni mosda chiroyli qilib qotirib oldim. Xullas, tepamga oq ko'ylak, pastimga temniy sinishim kiyib oldim. Bu lookka 1 dan 10 gacha baho berishni unutmanglar. Mendan ham ko'p mehnat mana shu liper qildish kerak. Sezgan bo'lsangiz zavtrak qilganim yo'q, o'shaning uchun Kavsarga to'xtab, snikers olib chiqib, yo'lma-yo'l yeb ketdim. Xullas, tarixdan imtixonim edi. Maktabga kelib qarasam, balla endi kelib turibdi. Xullas, birpasda tarixda imtihon topshirib chiqdik. Ukam sovg'a qilgan mikrofonni tekshirib ko'raman desam, o'ldirib zaryad yo'q ekan. Xullas, bu yerda o'rtog'im bilan somsabaqan qildik. Somsachi aka bizga qarab, "O, yashash yaxshi-yu, ha" dedi. Da, bloger bo'lib yashash undan ham yaxshi. Xullas, yana taksiga o'tirib, Al-Fajrga to'xtadim. Ice uchun kerak bo'ladigan mevalar olib, don uyquga ketdim. Ishga kelib oldim. Kelishim bilan bir dunyo zakazlar chiqdi. Ishonasizlarmi yo'qmi, soat 2 gacha tinmay arqa-marqa zakaz chiqdi. Nafas olgan vaqtimiz bo'lmadi. Ishlarni tugatib olib, yana o'sha kazinoga yo'l oldik. O'tgan videoda 2 ta o'yinchoq yutib oldim. Bu safar ham yutaman degandim, yo'q. Bu narsa menga rosa yoqib qoldi. Nima, bala qo'ndi qoqisimi? Xullas, bu yerda it menga, men itga salom berishni o'rgatdim. Ukam bergan mikrofonni Minifood reklamasi uchun ishlatdik. Ukam ham nima olishni biladi. Xullas, zavtrakka somsabaqan qilib, trend olishga ham ulgurdim. Ashley! Look at me! Vlog videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi vlog videolarda ko'rishguncha xayr.